Hop. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar. Demak, botanika mavzusi, kirish mavzusidan boshlaymiz. Ya'ni hayotiy shakldan keyingi, ya'ni o'simlik vegetatsiya organlari haqida gaplashamiz. Vegetatsiya organlariga ildiz, poya, barg. Asosiy narsa uchta: ildiz, poya, barg. Shularni tuzish haqida gaplashamiz. Demak, o'simliklarni vegetatsiya generatsiya organidan birinchi vegetatsiya organi haqida gaplashamiz. Demak, ildiz haqida boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana urug' bo'lsa, shu urug'dan dastlab boshlang'ich ildiz chiqadi. Boshlang'ich ildiz. Boshlang'ich ildiz to'g'ri o'sadida, to'g'ri o'sib asosiy ildiz hosil qiladi. Boshlang'ich ildizdan qaysi ildiz hosil bo'ladi? Asosiy. Asosiy ildizdan tepaga qarab poya. Tushunarli? Mana o'sib deydigan bo'lsak, asosiy ildizdan yon ildiz chiqadi. Asosiy ildizdan yon ildiz chiqadi. Tushunarli? Xo'p. Keyingisi, demak, urug'ni ekdik, urug'ni ekkanimiz mana boshlang'ich ildiz, tepaga qarab mana poya, tepaga qarab poya, mana boshlang'ich ildiz. Boshlang'ich ildiz ozgina o'sadi, boshlang'ich ildiz ozgina o'sib, ko'p o'tmay nobud bo'ladi. Ko'p o'tmay nobud bo'ladi. Tushunarli? Unda nima bo'ladi desa, poya yerga tegib turgan qismidan yoki yerga yaqin qismidan bir turda qo'shimcha ildiz chiqadi. Qanaqa ildiz chiqar ekan? Qo'shimcha ildiz chiqadi. Qo'shimcha ildizdan esa yon ildiz chiqadi. Qo'shimcha ildizdan qaysi ildiz chiqdi? Demak, yon ildiz ikkita ildizdan chiqdi. Mana yerda ham qoraqib qo'yaylik, tushunarli bo'lishi uchun. Boshlang'ich ildiz o'sib asosiy ildiz hosil qildi. Asosiy ildizdan qanaqa ildiz chiqdi? Yon ildiz. Demak, ildiz, boshlang'ich ildiz o'stida, keyin ko'p o'tmay nima ketdi? Nobud bo'lib ketdi, ildiz yo'q. Endi poyani yerga tegib turgan qismi yoki yerga yaqin qismi nima chiqar ekan? Qo'shimcha ildiz chiqadi. Qo'shimcha ildizdan qaysi ildiz chiqar ekan? Yon ildiz. Demak, yon ildiz ikkita turdan chiqar ekan. Asosiy ildizdan ham yon ildiz chiqadi, qo'shimcha ildizdan ham yon ildiz chiqadi. Ma'qulmi? Demak, ildizni 3 ta turi bor ekan. Qanaqa turi desa, ildizni 3 ta turi bor ekan. Demak, asosiy ildiz, yon ildiz, qo'shimcha ildiz. Asosiy ildiz, yon ildiz, qo'shimcha ildiz. Yon ildiz asosiydan ham chiqadi, nimadan ham chiqadi? Qo'shimchadan ham chiqadi. Endi ildiz tizimi nimaga aytiladi? Ildiz tizimi ildizlar o'zaro kombinatsiyalashganda ildiz tizimini hosil qiladi. Ikki xil ildiz tizimi bor ekan. Qanaqa desa, o'q ildiz tizimi, ya'ni boshlang'ich ildiz bevosita o'sishdan asosiy undan yon ildizlar chiqsa, shakllansa, shu o'q ildiz tizimi hosil qiladi. Misol uchun o'q ildiz ko'rgansizlar, pomidorni shunday ko'chatdan so'rganlarga uzun ildiz turadi-ku, shunda yon ildiz ishlatiladi. Demak, ildiz qanaqa? O'q ildiz, tizimi o'q ildiz. Ildizni qanaqa turi borsa, ikkita turi bor deymiz. Asosiy bilan yon ildiz. Tushundingmi? Tizimi qanaqa? O'q ildiz. Ma'qulmi? Ma'noga ketayotganligi? Xo'p. Ana endi qarang. Asosiy ildiz bo'lmaydi, qo'shimcha ildiz. Misol uchun makka jo'xori ko'rganmisizlar? Makka jo'xorini olgan vaqtimiz deb ana endi popkichalar bo'ladi, to'g'ri? Ana shuna qanaqa ildiz ana shuna? Qo'shimcha ildizlar shu. Tushunayapsizlar? Qo'shimcha ildizlar o'z tizimi popka ildiz tizimi deyiladi. Demak, o'rik qanaqa? O'q ildizmi, popka ildizmi? O'rik. Ko'chat eslaydi, ko'chat nodasi. O'rik. O'q ildiz ko'ryapsizlar? O'rikning nodasi uzun ildiz turadi, to'g'ri? Ko'ryapsizlar? Makka jo'xoriniki popka ildiz. Bug'doyniki popka ildiz, agar ko'rgan bo'lsalar ham bug'doyniki popka ildiz bo'ladi. Nima haqida gap ketayotganini tushunayapsiz. Demak, ildizning nechta turi bor ekan? Nechta turi bor ekan ildizning? 3 ta turi bor ekan. Turi. Ketdi. Asosiy, yon, qo'shimcha. Tizimi nechi xil ekan? 2 xil. Qanaqa desa? Popka ildiz. Tushunarli? Xo'p, ana endi ildizni anatomiyasi haqida gaplashamiz. Anatomiya degan tuzilish. Keyin fiziologiyasi haqida gaplashamiz, vazifasi haqida gaplashamiz. Tushundikmi? Asosiy ildizni olib anatomiyasini chizaman. Ketdi qarang. Asosiy ildizni olib anatomiyasini chizaman. Demak, mana ildiz. Ildizni qismlari bor ekan. Demak, ildizni qismlari. Mana bu yerda ildiz qinchasi bor ekan. Ildiz nima ekanmi? Qinchasi. Mana bu yerda ildizni bo'linuvchi qismi bor ekan. Tushunarli? Xo'p, mana bu yerda ildizni o'suvchi qismi bor ekan. Mana bu ildiz qaysi qismi ekan? O'suvchi qismi ekan. Mana bu yerda ildiz tukchasi bor ekan. Ildiz tukchasi.
Tushunarli? Qaysi qism olganmi? Ildiz tukchasi. Shu tarafdagi bor, hozir bu yon tarafga ketsak. Mana bu yerda ildizni o'tkazuvchi qism bor ekan. Mana bu yerda ildizni qaysi qismi? O'tkazuvchi qism bor ekan. Demak, ildiz qismlar. Ildiz qinchasi, bo'linuvchi, o'suvchi, so'ruvchi, o'tkazuvchi. Ma'qulmi? Xo'p. Ana endi qincha vazifasi bo'linuvchi qismdagi hujayralardan himoya qilingan. To'qimada o'qidik. Hosil qiluvchi to'qima ildizda bo'ladi, uch tarafda bo'ladi, nog'dan uchda bo'ladi. Demak, mana bu yerdagi hosil qiluvchi to'qima ekan. Mana shu yerda hujayralar faqat bo'linadi. Faqat ikkiga bo'linadi. Tushunarli? Ildiz qinchasi vazifasi nima desa, ildiz qinchasi bo'linuvchi qismdagi hujayralarni himoya qilib turadi. Ildiz qinchasi bu bo'linib olganda ildiz qinchasi tuproqqa tegib yorib ketaveradi. Bo'linib oladi, mana bo'linib oladi, bu so'radi emas kerak. Qinchadan o'tib ketaveradi mana yerda, tuproq qilib yorib ketaveradi. Tugab qolmaydi nima desa, bu bo'linadi-ku mana. Ikkiga bo'linadi-ku. Yarim metrga qarab ketadi. Ya'ni bo'linuvchi hujayradan yana qaysi hujayra paydo bo'laveradi? Ildiz qinchasi. Mana yerda bo'laveradi, ildiz qinchasi past bo'linuvchi paydo bo'ladi. Xo'p, uzuvchi qismi nima? Bo'linuvchi bo'linadi, tipidan chiqdi. Mana bo'linishni oson. Bo'linuvchi qismidan tipidan hosil o'suvchi hujayra bo'ladi. Qaysi hujayra? O'suvchi hujayra bo'ladi. Endi bu hujayra bo'lmaydi, betlar bo'lmaydi. O'sadi. Ma'lum bir shaklga kiradida, ma'lum bir vazifani bajaradigan hujayraga aylanib ketadi. Ya'ni ixtisoslashib ketadi. Tushundingmi? Bu o'suvchi qismdagi hujayra, o'suvchi qismdagi hujayra bo'linadimi? Bo'linadimi? Yo'q, bo'linmaydi. O'suvchi qismdagi hujayra bo'linmaydi. O'satda bitta shaklga kirib boshqa hujayraga aylanib boradi. O'sha 6-mavzuda aytildi to'qimada. Hosil qiluvchi to'qima hujayralari oldin bo'linib, keyin ma'lum bir funksiyani bajarishga ixtisoslashadi dedi. To'g'rimi? Demak, haqiqatda mana qaysi to'qima bo'lyapti? Hosil qiluvchimi? Mana bu hosil qiluvchidan paydo bo'lgan hujayra oldin o'sib, keyin bitta shaklga kirib ma'lum bir vazifani bajaradi. Tushunyapsizmi? Ma'noga ketgandik. Demak, mana shu yerda hujayra shakli o'zgarib, g'amlovchi to'qimaga aylanishi mumkin. Ko'rdingmi? G'amlovchi to'qimaga, ildizda g'amlovchi to'qima bo'ladi, osmonda saqlaydi ildiz. Demak, bu qaysi to'qima? Hosil qiluvchida, hosil bo'lgan hujayra o'sib, keyin bitta shaklga kiradi. Misol uchun nima? Ildiz osmonda g'amlaydi. Mana bitta shaklga keldi, g'amlovchi to'qimaga aylanadi. Tushundingmi? Endi so'ruvchi qismiga o'tamiz. So'ruvchi qismdagi hujayralar vazifasi suv onda erigan mineral tuzda. Suv erigan mineral tuzni betga o'tkazadi. Bundan o'tkazuvchidan ketdi. Tip nima o'sha? Tip nima? Bu ildiz misol aytib Poyadan chiqdi. Tushundingmi? Biz ildiz bilan turibmiz. Ertaga. Xo'p. Jarayon tushunarli bo'lyaptimi? Jarayon tushunarli bo'lyapti. Ana endi ildizni ustki tarafida pulsloq bo'ladi. Ildizni ustki tarafida nima bo'ladi? Pulsloq bo'ladi. Qaraymiz, diqqat bilan ishlaymiz. Mana bu tarafga qismayapman, bu tarafga pulsloq qilsak. Mana pulsloq hujayralar. Pulsloq. Ko'rdingmi? Mana bu yerda joy tashidi. Pulsloq. Qaraylik. Bu tarafda pulsloq bor, mana bu tarafda pulsloq bor. Pulsloq hujayralariga oid ma'lumot deydi. Tirik, yupqa qovoqli, bu yodlash kerak, testda ko'p tushadi. O'zi ja kerak emas, lekin yodlashimiz kerak-da. Pulsloq hujayralari qanaqasi? Yumaloq, tirik, yirik yadroli, sitoplazmasi quyuq degan iboralarni aytadi. Bu testda tushadi. Ayniqsa shu standart yodlaydigan testda tushadi narsa. Xo'p, endi bu yerda joy tashbihga e'tibor bergan bo'lsalaring, ya'ni pus hujayralarni aralashgan natashni bo'shliq tashkil ko'rdilar. Xo'p. Bu bo'shliqning ahamiyati bor. Pus hujayralar orasida bo'shliq bo'ladi. Shu bo'shliqqa havo kiradi. Mana kislorod kiradi. Kislorod pus hujayralarini oralig'idagi bo'shliqdan ildiz nafas oladi. Ildiz nafas oladi, hujayra qobig'ida teshikchalar bor-ku. Kiradida kislorod bunga o'tadi. Bundan qaysi o'tadi? Bunga o'tadi. Shunday qilib ildizni pus hujayralarining oralig'idagi bo'shliqqa havo kiradi. Bu yerga kislorod bitta hujayraga o'tadi, undan o'tib ildiz nima qiladi? Nafas oladi. Ildiz nafas oladi. Ma'qulmi? Endi bitta qarang, bitta narsa bor. Mana qaysi hujayra edi? So'ruvchi, tukcha. Tukcha kitoblarda aytadi, qaysi hujayradan hosil bo'lgansa, mavzuga qismaganmi? Mana tukcha deydi.
pustni o'zgarishdan hosil bo'lgan deydi. Tukcha qaysi hujayradan hosil bo'lgan ekan shunday sizga? Nimadan? Pust hujayralar o'zgarishdan tukcha hosil bo'lgan. Men hozir pust chizmadim. Tushundingmi? Endi tartib o'zgaradi. Suv onda ergan mineral tuz birinchi qayerga o'tadigan savol beradi. Suv onda ergan mineral tuz birinchi ildiz tukchasiga, undan keyin qayerga o'tsa pust hujayrasiga deyiladi. Tushundingmi? Chunki tukcha pust hujayrasidan hosil bo'lgan. Pustni cho'zilishidan tukcha paydo bo'lgan. Aqlmi? Ketdi. Nima qilib o'targan? O'tkazuvchi nayga tepaga qarab daraxtga qarab chiqib ketadi. Shunday tushunarli? Xo'p, demak biz hozir ildizni demak tuzilishi anatomiyasi haqida gaplashdik. Xo'p, ana endi ildizda aytadi, nima uchun deydi? Chopiladi deydi. Ya'ni nima uchun yerda ag'darishimiz kerak, glutayin maydalashimiz kerak? Chunki yomg'ir yog'ganda tuproq zichlash qoladi, mana analog o'z hujayrasi analogda joy. Chet loy bo'lib qoladi. Tuproq zichlash qoladi. Kislorod yetmaydi, o'simlik nafas olmaydi. Xuddi yuzingizga klyonka o'rasa qanday bo'lasiz? Yuzga 3 qavat klyonka olib burab tursa qanday bo'ladi? Shunday bo'lsa, daraxt ham shunaqa qiynalayotgan bo'ladi. Agar siz borib shuni botanik sifatida daraxtga tayini kavlasangiz, yo bo'lmasa gulingizni tayini kavlasangiz, daraxt sizga klyonkada bo'g'ilayotgan odam qutqarsangiz qanday rahmat aytadi? Bunday sig'im oladi, odam o'zi aniq. Bu daraxt ham gapirmasa, lekin aniq minnatdor bo'ladi. Chunki u nafas ololmayotgan bo'ladi, shuni bo'g'ilayotgan bo'ladi. Demak, daraxtni tayini yumshatishda ahamiyat katta. O'simliklar tayini yumshatishda ahamiyat katta. Birinchisi, ikkinchisi. Biz bilamiz, bozordan pomidor olib kelamizda, ko'chatdan olib kelamizda, shuni ekib olamiz. Ana shu xato. Nimaga? Shu masalani shu tajribada qilib ko'ringlar. Odatda yer qatlamini bir lapatka joyida tuzlar bo'ladi, minerallar bo'ladi. Tagida suv bo'lishi mumkin, lekin minerallar yo'q. Tushunayapsizmi? Biz olib kelamizda, pomidorni olib kelamizda, shuni ekib olamiz. Yaxshi hosil bermaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Pomidor olib kelganimizdan keyin ildizni bo'linuvchi qismini taxmin qilamiz. Qanchasidan tepasida bo'linuvchi qismi. O'shani olib qaysiga keslashimiz kerak. Nimaga keslashimiz kerak? Buni kesganimizdan keyin ildiz pastga qarab o'sib ketadi, qayerga qarab o'sadi? Yon taraf o'sadi. Agar ildizni biz ikkanimizda, mana ildizni ikkanimizda bu qayerga qarab o'sadi? Pastga qarab o'sadi. Pastda hech narsa yo'q. Pastda faqat suv bor. O'simlikka mineral tuz kerak. Gumda parchalashdan osilgan narsalar kerak. Gum yer tagiga sizib kirib ketolmaydi. Gum faqat tuproqning o'zi qatlamida bo'ladi. Barik chirindilar o'zi qatlamdan bo'ladi. Pastda barik chirindilar 5 metr joyga kirib ketmaydi, 1 metr joyga kirib ketmaydi. Bir lapatta joyda bo'ladi. Agar biz buni kesmasak qayerga qarab o'sadi? Pastga qarab o'sadi, pastda tuzlar yo'q, minerallar yo'q, suv bo'lgani bilan. Endi bu o'satda yaxshi hosil beradi. O'simlik yaxshi hosil bo'lishi suv bo'lishi kerak, mineral tuz bo'lishi. Shuning uchun biz buni baytda kessak, endi ildiz pastga qarab o'smaydi, qayerga qarab o'sadi? Yonga qarab. Yonda nima bor? Suv, mineral tuz, faqat suv tursangiz bo'ladi. Sal kamroq bo'lishi mumkin yuz qatlamda. Endi bu o'simlik qanaqa bo'ladi? Bu o'simlik qanaqa bo'ladi? Nihoyatda hosildor bo'ladi. Pomidor tajribada ekib ko'ringlar. Pomidorni 5 tasini har doim usulda ekinglar. 5 tasini aytgan usulda ekinglar. Ko'rasiz, bundan hosil ancha baland bo'ladi. Chemingizga oling. Buningiz 4 ta 5 ta bo'lsa, buningiz juda ko'p bo'ladi. Bundan 2 barobar, 12 ta, 10 ta solish mumkin. Tushundingmi? Demak, o'simlikni chilpishdan maqsad nima ekan? Chilpishdan. Hosilni yaxshi suv bilan. Nima uchun chilpirik? Chilpmasak nima qiladi? Tagiga hech narsa yo'q. Ya'ni suv bor, tuz yo'q. Unumdor qatlam necha qavat joyda? Lapatga yetilgan. Bir lapatga yetilgan joyda. Unumdor qatlam. Buni kelsak, yog'imizni avj olib ketadi. Ma'qul? Keyingisini o'tamiz. Xo'p, endi diqqat bilan eshitamiz qarang. Ana endi ba'zi o'simliklarda, misol uchun kim kartoshka ekkan bo'lsa, bunday ekadida atrofiga tuproq tortib qo'yadi, bunday uchburchak piramida qilib qo'yadi. Agar kim kartoshka ekkan bo'lsa, buni sabab boisi nima? Mana kartoshkani ekdik deb boya chiqib turadi, bargi bo'lib turadi, kartoshka ekkanmiz, mana ildizi bo'ladi. Tushunayapsizmi? Ildiz bo'ladi, asosiy ildiz bo'ladi. Tuproqni bunday qilib kartoshkani atrofiga tuproqni uyib qo'yadi. Uyib qo'yadi. Barichasi turadi. Bundan maqsad nima desa, boya qoida bor edi. Poyani yerga tegib turgan qismi qaysida chiqdi? Qo'shimcha. Tushunayapsizmi? Demak, biz poyani
yerga tegizarmadik, yerni poyaga olib chiqdik. Tushundingmi? Poyani yerga tegizarmadik, lekin yerni ko'tardik. Tabiiy ravishda poya yerda ichida qolib ketdi. Endi bu yerda qaysini chiqadi? Qo'shimchamiz chiqadi. Qo'shimcha yon, shunday bo'lsa, pastda yana asosiy ham bor. Bu degani kartochka nima degani? Juda ham hosildor bo'ladi degani. Kartochkaga juda ham ko'p kerak bu narsa degani. Shuncha kartochkaga kelganda bu 3 burchak qilib qo'yadi. Chunki poyaga qaysimiz? Biz qo'shimchani chiqarmoqchimiz. Qo'shimchani chiqarishdan so'ng ko'proq tuproqdagi minerallar o'ziga tortiladi. Demak, kartoshka yerda charchadi. Yerda butun mineralni tortadi. Kartochka ekkandan keyin sразу uni go'nglash kerak. Chunki kartochka minerallarni olib qo'ygan bo'ladi. Shundagina anlayib ketaylik. Endi safida tushunchaga ega bo'ldikmi? Ma'qulmi? Demak, bu ildizni nima uchun chopiq qilinar ekan? Chopiq. Kavlash degani. Havo olish uchun. Nima uchun chimpinar ekan? Yo'l hosil olish uchun. Nima uchun tuproq tortilar ekan? Qo'shimcha isbotlash. Endi ba'zi o'simliklar bor, mana qarang. Ildizni mana urug'ni ekdik, ildiz o'satdi. Ildizda ozuqlarni to'playdi. Birinchi yil vaqt to'playdi, ildiz semirib ketadi. Tushunarli? Bu shakli o'zgargan deyiladi. Shakli o'zgargan ildiz. Misol uchun sabz. Biz sabzning mevasini yemaymiz. Sabzning nimasini yeymiz? Demak, o'sha asosiy ildiz deymiz. Sabzning qaysi ildizini yeymiz? Asosiy ildizni yeymiz. Nima ekan? Sabzning mevasi yo'q. Yo'q, mevasi bor, mevasini yemaymiz. Sabzning mevasi zarar o'xshaydi. Sabzning mevasi bozorda sotilmaydi. Sabzning mevasini biz sotmaymiz. Biz nima yeymiz? Sabzning ildizini yeymiz. Sabzini ildizini yeymiz. Tushunarlimi? Nima qilyapmiz ekan? Sabz bu asosiy ildizda. Misol uchun lavlak. Tasavvur qiling. Lavlak. Barchasi millatda lavlak, millatda shu asosiy ildizda mana shu. Shu semirgan bo'lsa. Bu yerda markazlashgan ildiz deydi. Misol uchun rediska. Rediska nimasi yeymiz? Ildiz yeymiz. Lavlagini sholg'om. Shundaymi? Mana shu ildiz meva deyiladi. Tushunarlimi? Demak, bu qaysi mavzu ekanmi? Ildiz 3 ta turi bor ekan, asosiy yon qo'shimcha tizimiga ko'ra 2 ta topiq ildiz va o'q ildiz tizimi. Hokazo. Bu qavatlar. Demak, bu qinchasi, bu bo'linuvchi, o'suvchi, suvuvchi, o'tkazuvchi. Qinchalik himoya, bo'linuvchi faqat bo'lish, o'suvchi o'sib boshqa shaklga kirish, suvuvchi holatda hujayraga o'tadi, po'st hujayrasiga. Sababi po'st hujayrasi hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin o'tkazuvchiga o'tib ketadi. Nafas oladi, po'st hujayralar orasida nima bor? O'shada nafas oladi. Ma'qulmi? Bu ildizni tuzish. Xo'p, narigi darsimizda, ya'ni keyingi darsimizda endi nima ko'ramiz? Poyani ko'ramiz, xudo xolasa. Kuzatib boringlar, xudo xolasa poyani ham qo'yamiz.